Assalomu alaykum Yoqubjon aka. Men Qirg'izistondan keldim. Sizni bu avvalam kelib olib ketgan edim. Bu dorilaringizdan meni onamni jigar sirroz deb tashxis qo'yishgan. Sizni telefon shu internetdan undan bundan qarab nimangizni topib kelib olib shu siz avvalo Xudo siz sababchi bo'lib qolarsiz. Onamiz yaxshi tomonga o'zgaryapti, Xudo xolasa. Siz shu dorilaringiz tufayli Allohning bir anaqasi bilan sizga rahmat katta avvalo. Xudo xolasa yana kelamiz. Uzoq yo'ldan keldim. Shunchalik bizga mehmon ekan deb siylab, izzatimizni, hurmatimizni qilib, mana arzon qilib beryapsiz dorilarni. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Xudo xolasa bunaqa savob ishlarda ko'p qilib turaring bizga o'xshaganlarga. Qolsa shu qolgan hamyurtlarga hammasiga biz yana Xudo xolasa o'zimizdagi shunaqa og'riqchanlarga, har xil kasallarga tavsiya qilamiz. Sizlarni nimalarni predlagat qilamiz. Xudo xolasa kelib sizdan olib ketishadi. Adreslarni beramiz Xudo xolasa. Sizga rahmat aka katta. Alloh rozi bo'lsin. Qirg'izistonning qaysi qishloqdan keldingiz? Qirg'izistonning men O'sh viloyatidan Aravan tumanidan keldim. Familiyangiz, otingiz? Familiyam Qo'chqorboyev Bahrom edim. Siz biz dorilarni olib borib, mana achaxon necha yoshdalar? 75 ga kirdilar. Xo'p, hozir holat yaxshi tomonga yurdilar, mana Xudo xolasa inshaalloh yaxshi. O'zlarini ham olib kelmabsizlar. Endi Xudo xolasa yana bir kelamiz. Kelsa yaxshi bo'lsa o'zlari ham kelib sizga alohida kelib duo qilib Xudo xolasa. Dorilar yomon yo'q, agar bu yerga yomon bo'lsa, avvalo odamzod qaytib kelmaydi. Yaxshi bo'lgani uchun keladi. Xudo xolasa. Endi o'shancha uzoq yo'ldan kelibsiz, mana biz qo'limizdan yordam, bizdan xursandmisiz? Xudo xolasa biz xursandmiz. Xursand bo'lganimiz uchun kelyapmiz aka. Hech qanday ham bir nima yo'q. Achanim sar bir olib keling, o'zlarini ko'raylik, kerak inshaalloh nasib qilsa Xudo xolasa kelamiz. Yozlarga chiqib, qoladigan bo'lib kelsinlar bizga. Bir ko'rsak yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Rahmat. Kelib turinglar, doim eshigimiz ochiq. Xudo xolasa, rahmat. Shifo topganingiz uchun, mana siz kelganingiz uchun mana biz ancha yordam beryapmiz qo'ldan kelganicha. Rahmat. Nafaqat menga, boshqalarga ham shu yordamimiz tegayotgani uchun kelyapti. Bu bir anaqasi yo'q. Xudo xolasa yaxshi. Bemalol marhamat qiling. Sizdan biz hech qanday bir anaqamiz yo'q. Yaxshi bo'lgani uchun kelamiz. Atayin shu yoqdan kelish oson emas. Keldik, mana kelganimizda oldin qanaqa holatdagilar achani deb avvalgi holatlaridan ko'ra hozirgi holatlari yaxshi. Aytyapsiz, avvalo Xudo qolarsa shu dorilar sababchi. Qorinlarda suv bormidi? Suv bor, qorinlarda jinay suv to'planar edi. Endi suvlar sal qorinlari pasaydi, suvlar ketdi. Yurishlari yaxshi. Yurishlari sal yaxshi. Quvvatga kirib, ishtahalari jinay ochilib yaxshi bo'lib qoldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xo'p. Rahmat katta sizlarga ham. Xo'p. Achani olib keling, ko'ramiz o'zlari ham inshaalloh.